Hozirgi paytda Food City bozor taraflar ham ancha rivojlanib ketdi. Shu Food City bozoriga yaqin joylardan hovli qilaman deganlar uchun Food City bozoriga 200 metr masofada ko'rib turganimiz mana katta ko'cha yuzi ko'rinib turibdi. 200 metr masofada 5 sotuvli yer sotilyapti. Sotilayotgan joyimiz mana chap qo'limizda katta xonadon turibdi. Mana shu xonadonni orqa hovlisidan berishyapti. Katta ko'cha yuzidan shunday kelganimizda mana bu tarafdan kirib boriladi. Kirib orqa hovlini ham ko'ramiz. Sotilayotgan joyimizga mana shu ko'chadan kirib keldik. Kirib kelganimizda qaranglar, atrofida shunday maktab joylashgan, katta territoriya. Atrofida hamma qulayliklar bor. Maktab yaqin, bog'cha yaqin, bozor yaqin. Sotilayotgan joyimiz mana shu tupik ko'chada joylashgan. Bu joyga olgan odamga mana shu tupik ko'cha ham qolib ketaveradi. Katta xonadonni past tarafidan bo'lib sotishyapti. Svet, suv, gazlardan umuman muammo yo'q ekan. Mana ko'rib turganimizdek, mana shu katta xonadonni past tarafidan bo'lib sotilyapti. Uzunligi 27 metr, eniga bo'lsa 19 metr bo'ladi. Agar bu xonadon yerni общий ololmayman, yarmini olaman deganlar bo'lsa ham, egalari bo'lib ham sotaveramiz deyapti. Bu joyi sotigiga egalari srochniy narxda $11,000 so'rashyapti, umumiy narxda $55,000 so'rashyapti. Yana savdolashib kelishadigan joylari bor. Food City taraflardan mana shunaqa arzonroq, yaxshi lokatsiyadan joy qidirganlarga tarqatib qo'ydi.